Agar siz ozish maqsadida oshqozon kichraytirish operatsiyasiga qiziqayotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Sababi bugungi temamiz oshqozon kichraytirish operatsiyasi, ya'ni u haqidagi umumiy ma'lumotlar va eng ko'p beriladigan savollarga javob berib o'tamiz. Men doktor Xoldarov, yoshim 30 yoshda. Shu kungacha ko'plab patsientlarga, ko'plab bemorlarga bariatriya amaliyoti bilan ozishga va qandli diabetning ikkinchi tipidan xalos bo'lishga yordam berib kelyapman. O'zim meditsinani Rossiyada tugatganman. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'z ish faoliyatimni olib boryapman. Undan tashqari Turkiya va Hindiston kabi davlatlarda malaka oshirib kelganman va ko'plab konferensiyalarda qatnashganman. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, nafaqat o'zingizga kerakli bo'lgan qiziq ma'lumotlar olasiz, undan tashqari maxsus chegirmamiz haqida ham ma'lumotga ega bo'lasiz. Oshqozon kichraytirish operatsiyasi haqida umumiy keladigan bo'lsak, oshqozon kichraytirish operatsiyasida o'z nomidan ma'lum, oshqozon kichraytiriladi operatsiya yo'li bilan. Bizda bu amaliyot laparoskopik usulda, xalq tilida oddiyroq qilib aytganda, lazer usullarida qilinadi. Ya'ni 1 santimetrga yetar yetmas 3 ta yoki 4 ta teshik orqali qilinadi. Bunaqa operatsiyadan keyingi holatdagi ustunlik tarafi, siz 2 soatdan keyin operatsiyadan 2 soat o'tib turib yurishni boshlaysiz. Birinchi sutkadan suv ichishi, bulyon ichishi. Bizni patsientlar odatda 3-kunga borib uyga javob bering, voydod ketmasam bo'lmaydi deyishga tushib qoladi. Sababi o'zini yaxshi his qilishni boshlaydi, xuddi operatsiya bo'lmagandek yuradi. Oshqozon kichraytirish operatsiyasi bo'yicha eng ko'p beriladigan savollardan bittasi oshqozonni necha foizda olinadi. Ozgina qo'polroq javob beraman bu savolga. Olingan oshqozonni yoki qolgan oshqozonni o'tirib santimetrda o'lchashning iloji yo'q. Uni protsentini chiqarishi, boshqani bizni qo'limizdan kelmaydi. Lekin standart degan narsa bor meditsinada. Yevropada ham, Amerikada ham, O'zbekistonda ham French bo'yicha zond qo'yiladi oshqozonga. Zond liniyasi bo'yicha qancha oshqozon katta qismi bo'lsa, hammasi olinadi. Ya'ni hammada bir xil razmerda olinmaydi, lekin bir xil razmerda oshqozon qoladi. Bu qolayotgan oshqozon diametri, ya'ni eni sizga yetarli darajada bo'ladi. Birinchi kunlar suv ichishga, keyinchalik sekin-sekin ovqatlanishni boshlashga. Yana eng ko'p beriladigan savollardan bittasi bu necha kilogrammdan, ya'ni vazn necha kilo bo'lishi kerak operatsiyaga olinish uchun. Vaznni o'zi operatsiyaga ko'rsatma bo'la olmaydi. Vazn bilan bo'yni satnosheniyasini ko'rsatma qilib olishimiz mumkin. Oddiyroq qilib, oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, sizning bo'yingiz 185 yoki 190. Tana vazningiz 100 kiloni tashkil qiladi. Lekin bu holatda sizda operatsiya ko'rsatma yo'q. Agar siz bo'yingiz 155, 160 ham deylik, shunda vazningiz 100 kilodan balandroq bo'lsa, bunday holatda operatsiyaga olishimiz mumkin o'zingizni xohishingiz bilan. Sababi bunaqa holatda sizda operatsiya ko'rsatma bor. Ya'ni bo'y bilan vaznni satnosheniyasi degan narsa bor, faqat vaznga qaralmaydi. Bu bitta ko'rsatma. Undan tashqari ortiqcha vazndan kelib chiqadigan asoratlar, oyoqlardagi og'riqlar, jigarni yog' bosishi, umuman qon tomirlar sistemasidagi o'zgarishlar, qon bosimini oshishi, ba'zi holatlarda bepushtlik, erkaklarda jinsiy zaiflik, umuman ichkari tarafdan sistematik o'zgarishlardan tashqari odamga ortiqcha vazn psixik tarafdan ham juda qattiq ta'sir qiladi. Ya'ni siz to'liq hayotni yashamayotgandek o'zingizni yomon his qilishingiz mumkin agar sizda ortiqcha vazn juda ham yuqori bo'lsa. Sabab bemalol harakatlana olmaysiz, sport bilan shug'ullanish qiyin, umuman olganda o'zingizni to'laqonli his qilmaysiz. Oshqozon kichraytirish operatsiyasidan keyin odam invalid bo'lib qoladi. Bu juda ham noto'g'ri fikr. Hozirgi kunda ko'pchilikdan eshitayotgan gapimiz. Bu noto'g'ri fikr. Oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun 2 oy oldin biz operatsiya qilgan patsientimiz erkak kishi Namangandan kelgan, vaznlari 170 kiloni tashkil qilgan. Kelgan paytlarda suhbat davomida shuni aniqladikki, ular 5 ta zina chiqqandan keyin urush hansirab qoladi, ko'p yura olmaydi, yurganda tez charchaydi. Umuman har tomonlama qo'pol qilib aytganda o'zini yomon his qilishni boshlagan. Qon bosimi ko'tarilishi, jinsiy zaiflik, harakatlardagi ограничение. Mana 2 oy o'tdi operatsiya amaliyotidan keyin, ya'ni oshqozon kichraytirish amaliyotidan keyin. Hozirgi kunda 30 kilodan ortiq vazn tashlagan. Deyarli har kuni suhbatdamiz bu patsient bilan va patsient so'zlariga ko'ra bemalol harakatda. Hozirgi kunda har tomonlama o'zini yaxshi his qilyapti, o'ziga bo'lgan ishonch oshgan, hayotga bo'lgan qarashlar o'zgargan, hattoki o'sha o'rtoqlar bilan futbol o'ynashga ham chiqishni boshlagan. Endi shu holatda solishtirib ko'rishimiz mumkin. Operatsiyagacha bo'lgan holati invalidlikka yaqinroqmi yoki operatsiyadan keyingi bo'lgan holatimi?
Bu savolni sizga ochiq holatda qoldiraman. Hozirgi kunda ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'lgan temani ham ozgina ochib o'taman, chunki ko'pchilik murojaat qildi. O'zimning patsientlarim operatsiya bo'lmoqchi bo'lgan patsientlar ham shu savol bilan chiqdi. Nega ko'kko'shda oshqozon kichraytirish operatsiyasidan keyin terida nekroz kuzatildi? Ma'lumot uchun aytib o'taman, Ko'kko'sh ismli blogersha oshqozon kichraytirish amaliyotini emas, abdominoplastika amaliyotini o'tkazgan. Bu ikkalasi umuman boshqa operatsiya hisoblanadi. Bu gapim bilan men oshqozon kichraytirish operatsiyasi yaxshi, abdominoplastika yomon demoqchi emasman. Shunchaki tushuncha uchun aytib o'tmoqchiman, ikkalasi umuman boshqa operatsiya. Yana ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan bittasi bu operatsiyaga tayyorgarlik va operatsiyadan keyingi qilinadigan ishlar. Operatsiyaga bo'lgan tayyorgarlik albatta birinchi o'rinda konsultatsiyadan boshlanadi. Biz siz bilan konsultatsiya orqali suhbat o'tkazamiz. Sizda umuman operatsiyaga bo'lgan ko'rsatmalar bormi, yo'qmi, sizga operatsiya kerakmi? Operatsiyani qaysi turi sizga ko'proq to'g'ri keladi? Agar faqat ozish uchun bo'lsa, biz o'zimiz taklif qilamiz oshqozon kichraytirish operatsiyasi yoki yana qo'shimcha kasalliklar bo'lsa, misol uchun qandli diabet. Bunaqa holatda oshqozon shuntlanish operatsiyasini taklif qilamiz. Bu konsultatsiya davomida hal qilinadigan narsa. Konsultatsiyadan so'ng biror kunni belgilab sizni o'sha operatsiyaga standart bo'yicha tekshiruvlardan o'tish kerak. Tekshiruvlardan o'tkazamiz, tekshiruvlar javobini ko'ramiz. Hammasi yaxshi bo'lsa, hech qanaqa operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'lmasa, keyingina operatsiya kuni belgilanadi. Agar qanaqadir sizda o'z-tirik holatda kasallik bo'lsa, u kasallikni davolashga harakat qilamiz boshida. Qanaqadir tayyorgarlik kerak bo'lsa, sizni o'sha operatsiyaga tayyorlashni boshlaymiz. Va operatsiya kuni belgilanadi. O'sha operatsiya kuni qanaqa holatda nimalar o'zingiz bilan olib kelishingiz kerakligi hammasi tushuntiriladi. Operatsiyadan keyingi holatga keladigan bo'lsak, biz odatda 2-3 kun patsientlarni kuzatib beramiz o'zimiz. Ya'ni bizda o'zimiz nazorat ostida bo'ladi. 3-kunga borib javob berishim sababi ko'pchilik patsientlar o'zi zerikishni boshlaydi. Bemalol yurib turyapmiz, hech narsa kerak emas, uyga javob bering. Bu ko'p kuzatiladigan holat. 3-kun javob berganimizdan keyin operatsiya bo'ldim, endi ketdim degan narsa bo'lmaydi. O'zimizning lichniy nomerlar, Telegram, WhatsApp har tomonlama o'zimiz daniylarimizni beramiz, doim aloqada bo'lamiz. Sababi ovqatlanish rejimi hammada har xil bo'lishi mumkin, organizm holatiga qarab. 2 oy davomida rejim qilinadi. Biz ularni tushuntiramiz. Kerak bo'lsa rejimda alishtirib turamiz. Organizm holatiga qarab, umuman patsientning o'zini qanaqa tutishiga qarab. Ichib turadigan vitamin komplekslar bor, mikroelementlar bor, yana qo'shimcha dorilar bor. Ularni hammasini tushuntirib beramiz. 2 oy rejimni tutgandan so'ng patsientlarimiz odatda operatsiya haqida unutishadi. Sababi odatdagidek ovqatlanishni boshlaydi, lekin porsiyasi ancha kam bo'ladi. Maxsus chegirma haqida gapirib o'tgandim boshida. Maxsus chegirma pastdagi nomerlarga birinchi 10 ta murojaat qilgan insonlarga oshqozon kichraytirish operatsiyasini 30% chegirma bilan o'tkazib beramiz.